Assalomu alaykum. Men tug'ruqdan keyin qo'yiladigan spiralni qo'ydirib, birdaniga 16 kilo vazn yig'dim. 96 kilo bo'lib qoldim. Nima uchun? Bir yildan beri umuman o'zgarmaydi vaznim. Emizaman, suvni ko'p ichib, kam ovqat yeyman. Shunda ham ozolmayapman debdilar. Bu yoqda hozir menimcha bu qizimiz spiralni ayblayaptilar, lekin bu yoqda spiralni aybi yo'q. Chunki men ginekologlar bilan maslahatlashganman, gaplashganman, so'raganman, spiral semirtiradimi desam, yo'q, spiral semirtirmaydi ham, ozdirmaydi ham deyishgan. Agar o'zi spiralni ikki xili bo'ladi. Agar sizda gormonalniy spiral bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zidan gormon chiqarib turadigan spiral bo'lsa, to'g'ri, u semirtirishi yoki ozdirib yuborishi mumkin, lekin обычный holatlarda deyarli hammaga oddiy spiral qo'yiladi va bu semirishimiz va ozishimizga sabab bo'lmaydi. Bu yoqda aytibdilar, men homilador paytim ham o'sha ortiqcha vazn yig'ib yuborganman deb. Shunchaki homilador paytimiz nima uchun asosan semiramiz? Birinchi o'rinda ozgina gormonlarimiz da o'zgarish bo'lganligi uchun tanamizda suv yig'iladi, asosan yog' emas. Lekin yog' yig'ilishiga bizning asosiy sababimiz shunchaki erkatoy bo'lganimiz. Uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti deymiz-ku, o'zi biz och bo'lmaymiz. Shunchaki emotsional ochligimizni boshqara olmaymiz. Erkalangimiz keladi. Har doim ham ikki qat bo'lib yuribmanmi degan narsa bo'ladi xayolda. O'ylamanglar, yo'q, menda unaqa bo'lmagan, rostdan ham yegim kelgandim. Yo'q, prosta erkalik qilganmiz. Sharoit bo'lmaganda yegimiz kelmas. Sharoitimiz borki, yegimiz kelyapti. Ya'ni o'sha homilador paytam erkalik qilib yeb qo'yganmiz. Shuning uchun ham biz asosan vazn yig'amiz. Agar biz o'sha sog'lom ovqatlanishga, rejimlarga e'tibor beradigan bo'lsak, biz vazn yig'ib olmaymiz. To'g'ri, ozgina отек bo'lish ehtimoli bor, chunki gormonal o'zgarishlarni hisobiga bo'ladi, lekin u tug'ishingiz bilan sekin-sekin emas, tezroq ketish boshlaydi. Lekin ortiqcha vazn anchadan beri, mana 1 yildan beri deyaptilar, bolalari o'sha 1 ga kirgan ekan, haligacha shunaqa katta vaznda hech ham o'zgarmayotganlarning asl sababi bularda kaloriya tenglashib qolgan. Ya'ni yeyotgan kilokaloriya bilan harakat qilayotganlar tenglashib qolgan. Ya'ni bu nima degani? Agar siz yeyotgan kilokaloriyangiz harakatingizdan nisbatan kam bo'lsa, ozishni boshlaysiz. Yeyotgan kilokaloriyangiz harakatingizdan nisbatan ko'p bo'lsa, siz semirishni boshlaysiz. Yeyotgan kilokaloriyangiz harakatingiz bilan teng bo'lsa, siz vazningiz qotadi. Hozir bu qizda ham shunaqa bo'lgan. Ko'pchilik bizani insonlarimiz kaloriyani, mana hozir bular ham adashtiryaptilar. To'g'risi, kaloriyani adashtiryaptilar. Bu yerda aytayaptilar-ku, 1 yildan beri ko'p suv ichaman, lekin kam ovqat yeyman. Ya'ni ovqat kaloriyasi, energetik quvvati ovqatning hajmiga bog'liq emas. Mayli, oshni kichkina tarelkada yeng, lekin u qancha kilokaloriya bo'ladi? Uni sarflash uchun qancha harakat qilish kerak bo'ladi tanamiz? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, kilokaloriya tushunchasi umuman boshqa. Hali u haqida ham to'liq ma'lumotlar berib boraman. Kilokaloriya har bir narsada, suvdan boshqa har bir narsada o'zida bo'ladi kilokaloriyasi. Ovqat hajmida emas. Mana buncha salat, masalan, salatni, sabzavotlarning kilokaloriyasi past. Mana buncha sabzavotli salat yesangiz ham ko'p kilokaloriya emas. Lekin bir piyola osh yesangiz ham o'sha salatingizdan nisbatan ko'p kilokaloriya. Ya'ni ovqatni hajmiga qaramanglar. Ovqatni hajmi kilokaloriyasini belgilab bermaydi. Albatta kilokaloriyalar haqida ham bilim, tajriba kerak bo'ladi. Shuning uchun ham maslahat aytaman, oziq-ovqat bilimlarini olish kerak har bir inson. Har bir inson oziq-ovqat bilimini olgandan keyin u bemalol oza oladi, qomatini ushlay oladi, sog'lom yashay oladi, kasalliklardan o'zini tabiiy ravishda himoya qila oladi. Xullas, mana bu qizimizga javobim shundaki, bular pitaniyalarni to'g'rilashlari kerak. Chunki yana bitta zo'r narsani aytib ketaman emiziklilar uchun. Emiziklilar kuzatyapti meni. Inson tanasi sut ishlab chiqarish, bola emizishga ketadigan kilokaloriya, mana bir kun davomida ketadigan kilokaloriya boshqa inson 10 000 qadam yurib kelgan kilokaloriyasi bilan teng. Ya'ni siz emizikli bo'ladigan bo'lsangiz, siz shunchaki pitaniyani to'g'rilagan holatda 10 000 qadam yurmasangiz ham siz ozasiz. Chunki siz emizish davrida o'sha 10 000 qadam yurib qo'ygan kaloriyani sarflayapsiz. Tushundingizmi? Shuning uchun ham agar oranglarda emiziklilar bo'ladigan bo'lsa, albatta sog'lom ovqatlanish, balanslangan ovqatlanish tavsiya qilaman. Balanslangan ovqatlanish haqida bilish, ozish marafonlarida qatnashish uchun aytmoqchi bo'lganim, albatta ratsionni to'g'rilash kerak bo'ladi. Xullas, bugungi savolga javobim shu.